Hammaning oilasi bor. Oilasini 6 oy pul olib kirmasangiz ular qayerdan kun ko'radi? Mag'lubiyatga keladigan bo'lsak, endi bolalarda ruhiy tushkunlik bor. Baribir 6 oydan beri oylik olmayapmiz. Yil boshidan beri masalan men pul olganim yo'q bu jamoada. Bolalar shunga qaramasdan mehnat qilyapti. Bu yog'i nima bo'ladi, o'zlari bilishadi. Biz keyingi o'yinlarga qanaqa tayyorgarlik ko'ramiz. Suv 2 oydan bir suv yo'q. Hech kim bilmaydi-ku. Bir marta aytdingiz, 2 marta aytdingiz, endi hech kim qaramagandan keyin yana gapiravermaysiz-ku. Mana endi g'alaba uchun kurashamiz, xudo xolasa. Endi nima endi shu biz sport shu sohani tanlaganmiz. Hech kim muhitiga ta'sir qilmayapti. Buni baribir hammaning oilasi bor. Oilasini 6 oy pul olib kirmasangiz ular qayerdan kun ko'radi? To'g'rimi? Murabbiylar ham 6 oydan 5 oydan oylik olmagan. Ular Yevropadan kelganlar. Ularni kimdir tushunadimi, tushunmaydimi bilmayman. Rahbariyat masalan kim? Bizning rahbariyat masalan ko'rib turibdi hamma qanaqa sharoitni. Endi shundoq qo'lidan kelganini qilyaptilar ham, endi qila olmayapti. Ma'lum emas nima bo'ladi.